Kalvariya, kalla qopqog'i haqida gaplashamiz. Kalvariya tarkibiga kiradigan suyaklar peshona suyagining skvama frontalis qismi, ya'ni tangacha qismi, palla qismi. Keyingisi ossa parietalia, yuqoridagi ikkita suyagimiz, hamda skvama temporalis, chakka suyagining pallasi ham ko'rishimiz mumkin yon tarafdan biroz bo'lsa-da tarkibiga kiradi kalvariyani hosil qilishga. Bundan tashqari skvama occipitalis, orqa tarafdan qaraganimizda ensa suyagining skvama qismini ham kalla qopqog'ini hosil qilishda qatnashishini ko'rishimiz mumkin. Va bundan tashqari alia majoris ossis sphenoidalis, qonasimon suyakning katta qanotlari ham biroz bo'lsa-da qatnashyapti kalvariyani hosil qilishda. Kalvariyani chegaralarini aytadigan bo'lsak, o'zi orqadan boshlab kelamiz. Demak, protuberansia occipitalis externa, ya'ni birinchi chegara protuberansiyadan boshlanadi, orqada ko'rinib turibdi bu zona ensa suyagida, va keyingisi oldinga qarab surilganimizda linea nuchae superior, aynan shu protuberansiya sohasidan ketayotgan chiziq yonga qarab, va yon taraflardan bo'ladigan bo'lsa basis processus mastoideus, ya'ni mana bu so'rg'uchsimon o'siqning asos qismidan o'tadi va bu joyda ko'rib turibsizlar arcus zygomaticus, yonoq ravog'i bor. Aynan shu arcus zygomaticusning ustki sohasidan va uning orqasidagi porus acousticus externus sohasidan o'tadi. Undan keyin margo supraorbitalis oldingi tarafdagi chegarasi hisoblanadi, ya'ni ko'z kosasini yuqoridan chegaralab turadigan chiziq. Shuning uchun kalvariya tarkibiga aytganimizdek peshona, tepa, chakka va ponosimon suyakning mana bu pushti rangda ko'ringan qanot suyaklari ham kiradi. Bundan tashqari kalvariyada qanday tuzilmalarni ko'ramiz? Kalvariyada har bir suyakni tuzilishi gaplashilganda ko'riladigan tuzilmalar ko'rinadi. Masalan, yuqorida bu joyda teshik ko'rinib turibdi ikkita. Bu teshiklar foramen parietali. Aynan parietal suyak, ya'ni tepa suyagining teshiklari bemalol ko'rinishi mumkin. Va bu joyda choklarni ham ko'rib turibmiz. Sutura sagittalis, o'rtadagi ikkita mana bu parietal suyaklarni bog'lab turadigan choklar. Sutura coronalis, peshona suyagi va mana bu parietal suyaklarni o'zaro bog'lab turgan choklarni sutura frontalis deymiz. Sutura coronalis. Sutura lambdoidea, mana ko'ryapmiz, ensa va tepa suyaklarni tutashtirib turadigan choklar. Chunki diqqat bilan e'tibor beradigan bo'lsak, lotin tilidagi lambda harfiga o'xshab ketadi bu chokning ko'rinishi. Va yana sutura squamosa bor, tepa suyagi va chakka suyagi o'rtasidagi chok, mana bu joyda chakka suyagining pallasi va tepa suyagi ikkalasining o'rtasida ko'rinib turibdi. Va sutura serratia, jismon choklar ham bor. Bu qayerda joylashgan? Buni diqqat bilan qarab turasizlar. Alia majoris ossis sphenoidalis, mana alia majoris hamda ossa temporali, uni orqasidagi ossa temporali va yana os parietali, tepa suyagi mana tepadan kelib qo'shilyapti. Frontali oldingi tarafdan. Shu to'rttala suyakning o'zaro qo'shilgan mana bu burchak sohasi, uchalasining ham burchaklari qo'shilgan sohasida aynan sutura serratia, jismon choklar mavjud. Va bundan tashqari processus mastoideus, ossa parietalia va os occipitalilar orasidagi chokda ham shu serratia joylashadi. Mana processus mastoideus sohasi, ossa, os occipitali va tepadagi mana os parietalining aynan angulus mastoideus qismi. Shu uchalasining orasidagi chokni ham sutura serratia deb ataymiz. Tuzilmalardan bundan tashqari tuber frontali bor, peshona suyagining oldingi tomonida ikkita do'nglik qismi bor edi. Mana bu joyda u ham kalvariya tarkibiga kiradi. Linea temporalis superior, mana peshona suyagidan boshlanib turgan bir chiziq ko'rinyapti va parietal suyakka ham davom etib ketyapti. Aynan shu qism linea hisoblanadi. Linea temporalis superior va foramen parietalini ko'rsatdik.